Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz hozir Qo'qon shahridagi Baqachorsuv hududidamiz. Bugungi savolimiz quyidagicha: nima uchun mazkur hududga Baqachorsuv degan nom berilgan? Ushbu nomning suvda yashovchi jonzot baqa bilan aloqasi bormi? Yo, bilmaymiz, uzr bilmaymiz. Qo'qon xoni bu darvozadan baqa chiqqan, suv darvozasidan baqa chiqqanda 4 ulpat o'tirgan, 4 kishi. Keyin xondan qocholmay qolgan, xonni o'zini ushlab, qani ta'sir suhbatda o'tirgan joyga qani baqa deyishavergan. Bizni gapda aqa baqa degan ma'no bor-ku, marhamat degan ma'noni bildiradi. Shu bilan baqa chorsi. Qaqa endi yuramiz deb baqa deb bet ko'rsatishga. Balki kelgandan keyin baqa chorsimmiz, bilmaymiz, baqa dedingu, baqa chorsi bo'ladi-da, deb baqa chorsi bo'lib ketgan ekan. Meni eshitganim shu tarixda. Ha, qiziqqanman o'sha baqa ko'p yashagan menimcha o'shaning uchun. Shuna deyishganda, shuna deb eshitganman. Bu joy ikkita nom bilan atab kelingan shu vaqtgacha. Biri Qatag'on, biri Baqachorsuv. Qatag'on bu mavzening nomi. Juda katta bir mavzening nomi Qatag'on bo'lgan. O'shaning markazi esa Baqachorsuv deb atalgan. Odamlar ko'pincha shuni farqiga bormaydi, shuni farqlab olish kerak. Endi Baqachorsuv degan so'zning o'zining ma'nosi nima? Qadimgi zamonlarda Farg'ona vodiysi xalqlari ikkita e'tiqodga sig'ingan. Biri tangrichilik, ikkinchisi otashparastlik. Ko'proq tangrichilikka, lekin otashparastlikka sig'ingan odamlar ham bo'lgan. Shu otashparastlikda ibodatxona bahor deb aytiladi. Bir vaqtlar o'sha joyga bahor, ya'ni ibodatxona qurilgan. Hozirgi Baqachorsuv deb deyiladigan joyga, o'sha markaziga ibodatxona qurilgan. O'sha vaqtda shu bahor deb atalgan. Keyin o'sha chorsuv joy, ya'ni 4 tarafga yo'l ketadigan, yarang 4 tomoni bozor bo'lgan bir yaxshi markaziy joyga joylashib qo'ygan uchun bahor chorsuv, ya'ni ibodatxonasi bor chorsuv deb atalgan. Bahor chorsuv talaffuz tegirmoniga tushib, uzoq yillar davomida Baqachorsuvga aylanib ketgan va odamlarning xotirasida shu Baqachorsuv deb muhrlanib qolgan.